Oxirgi paytda to'g'risi juda ko'p eshitaman. Bizda doktorlar yaxshi emas, bizda doktorlar hech narsani bilmaydi yo kommentariy o'qiyman. To'g'risi qaysidir ma'noda balki bu gap ham to'g'ridir, lekin bir narsani so'ramoqchiman. Agar siz mani ko'rib turgan bo'lsangiz, oxirgi marta qachon borib siz o'zingizni tekshirtirdingiz? Gastroskopiya qildingiz, rentgen qildingiz, qorin bo'shlig'ini o'zingiz qildingiz. Chetdagi doktorlar zo'r, ular hamma narsani biladi. To'g'ri, gapingiz qaysidir ma'noda to'g'ri, lekin kechirasiz-ku, agar onkologiya sohasini oladigan bo'lsak, ularga asosan birinchi, ikkinchi bosqich keladi. Agar bizdagi statistikani ko'taradigan bo'lsangiz, bizga asosan 3-chi yoki 4-chi bosqich keladi. Shuning uchun 3-chi, 4-chi bosqichni davolash qiyin, uni prognozi yaxshi emas, chem 1-chi, 2-chi bosqichga. Misol uchun eng katta borgan klinikalarimdan biri oxirgi vaqtda bu Koreyaning bundan klinikasi, u yerda 35 yoshdan o'tgan insonlar, fuqarolar 1 yilda bir marta kelib turib, o'zlarini check-up, ya'ni o'zlarini onkologiyaga tekshiradi. Shundagina ular 1-chi yoki 2-chi bosqichda onkologiyani aniqlashga erishadi. Bizda esa yuradi va oxiri majburligidan kelishadi. Bu tomonni o'ylab ko'rishni iltimos qilaman.